Qalblarga iliqlik baxsh etuvchi, xonadoningizga quvonch ulashguvchi yagona kanal Yaqinimga tabrik kanali. Kamina boshlovchi Niloya siz bilan yaxshi kunlaringizda xizmatingizda. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Muqaddasxon opa, salomatmisiz, omonmisiz? Rahmat. Kech bo'lganda bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Xudoga shukr, o'zi yaxshimi uydagilar? Alhamdulillah. Bugun tavallud ayyomingiz munosabati bilan Yaqinimga tabrik radio kanalidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Xo'p. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin opajon. Rahmat. Ilohim, sizga ushbu kanal ijodkorlari va Kamina boshlovchi Niloya yangi yoshingiz bilan sizni chin dildan muborakbod etamiz. Azizsiz, bugungi kunning taassurotlari qanday? Bugun qanday kayfiyatda yuribsiz? Axir bugun tug'ilgan kuningiz bo'lsa. A'lo darajada opamdan yangi tug'ilganman-ku axir. Yangidek bo'lib yuribman. Albatta, hamisha. Yashang. Alhamdulillah. Ilohim, boringizga shukr. Hamisha mana shunday go'zal, xushchaqchaq va latofatli bo'lib, shijoatga boy, energichniy ayol bo'lib yurishingizni Allohimdan so'rab qolamiz. Ilohim, aytganingiz kelsin. Ilohim, bugun aynan sizni kanalimizga murojaat qilib qutlashni niyat qilgan qadrli va aziz insonlaringiz bor. Ularni tabriklarni o'qib eshittirmoqchiman, rozi bo'lsangiz. Albatta, marhamat. Yashang, marhamat qabul qilib olasiz. Xo'p. Ammajon, siz buncha yaxshisiz. Oilamiz nuri, qalbim naqshisiz. Otamning jigari, davlatimizsiz. Ammajon, siz bizning savlatimizsiz. Buncha yoqimli tarovatingiz, menga o'tgan sizning mahoratingiz. Har kun uyimizga kelganingizda bosib turar sizning salobatingiz. Sizdan kelib turar jannat islari. Eng kuchli mehrni sizdan olaman. Siz dunyodagi eng yaxshi amma, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum mehrli va mehribon ammajonim. Bugun sizni yangi yoshingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Sizning mehribon qo'llaringiz, oqila so'zlaringiz va cheksiz sabr-toqatingiz butun oilamiz uchun eng katta baxt va tayanchdir. Sizning duolaringiz hayotimizni yorug'lik bilan to'ldiradi. Borligingiz biz uchun bebaho ne'matdir. Bugungi kunda sizga eng go'zal tilaklarni aytmoqchimanki, sog'ligingiz doimo mustahkam, qalbingiz tinch, kunlaringiz shodlik va farovatga to'la bo'lsin. Yillar sizni yanada nurafshon, mehringizni esa yanada kuchli qilsin. Siz mening qalbimda eng mehribon, eng ulug', eng qadrli inson bo'lib qolaverasiz. Baxtingiz doimo ochilsin. Umr yo'llaringiz fayzli va barakotli bo'lsin deya ajoyib tabrik so'zlarini yakunlaganlar. Rahmat. Azizsiz, bu ajoyib tabrik sizga qaysi mehriboningizdan kelmoqda, nima deb o'ylaysiz? Albatta jigarlardan keladi-da, birinchi o'rinda. Albatta. Ukamlardan, ukamni qizlaridan. Albatta, mehribon. Erkinoydan bo'lishi mumkin, Suroyadan bo'lishi mumkin. Aha. Bugun sizni chin dildan qadrlab, siz uchun chiroyli tilaklar qoldirayotgan mehribon jiyanlaringiz bo'ladi albatta. Allo. Muqaddasxon opa, eshitilmayaptimi ovozingiz? Allo. Allo. Erkinoy bo'lishi mumkin. Birinchi o'rinda Erkinoy bo'ladi. Allo. Muqaddasxon opa. Yana qayta qo'ng'iroq qilishga majbur bo'ldim, chunki ovozimizni eshitmadingiz. Albatta, bu go'zal tabrikni egalari sizni mehribon jiyanlaringiz bo'ladi albatta. Avvalambor ushbu tabrikka qo'shiladigan yaqinlaringiz nomlarini sanab o'taman, tinglab turasiz. Ushbu tabrikka qo'shiladilar Shuhratjon aka hamda Faridaxon opa, Surayyoxon va Ro'zigulxon va Charosxon hamda Muhammadjon aka, E'zozaxon va Oyshabonu, E'tiborxon hamda Xoliqovlar oilasi nomidan sizni Erkinoyxon jiyaningizmi, to'g'rimi? Albatta, Erkinoy jiyaningiz sizni bugun chin dildan muborakbod etib, barcha oila a'zolari nomlaridan qutlamoqdalar.
Rahmat. Ilohim hamma tilaklari o'zlariga yo'ldosh bo'lsin, hamroh bo'lsin o'zlariga ham. Ilohim, aytganingiz Ularga ham kelsin. rahmat. Albatta, boringizga shukur deymiz. Dunyodagi eng qadrli mamajonim, otamning ishonchi, suyanchi. Sizni bugungi Muhammadga ummat bo'lgan kuningiz bilan muborakbod etib, ushbu kanal orqali barcha yaqinlarimiz nomidan shaxsan o'zim chin dildan muborakbod etaman deya tabrik so'zlarini qo'shib qo'ygan aynan Erkinoyxon jiyaningiz bo'ladilar. Rahmat. Azizsiz, demak, Ko'p yashasin. ilohim. Jiyaningiz samimiy tabriklari sizga yoqdi, to'g'rimi? Albatta. Yashang. Erkinoyxon opamizni dadalari bilan birgalikda mehribon jigarlaringiz bilan haj va umra ziyoratlarini ado etishdek baxt barchangizga shu o'rinda bizga ham nasib aylasin, ilohim. Ilohim hammaga nasib qilsin. Sizlarga ham rahmat. Jiyanlarga, jigarlarga hammasiga rahmat. Yashang. Studiyalaringga ham katta rahmat. Rahmat kattakon, arziysiz barchasiga. Bugungi oqshom sizni ikkovini ajoyib tarzda kutib oling. Yaqinlarni mehr muhabbatlari ardog'ida, ularni davrasida hamisha go'zal, latofatli bo'lib, mana shunday shirali ovozingizni biz qo'ng'iroq qilganimizda labbay deya javob berib tursangiz, bizdan baxtli inson bo'lmaydi, ilohim. Ilohim albatta. Inshaalloh. Ayyomlar muborak bo'lsin opajon. Sog' bo'lasiz, omon bo'lasiz. Rahmat. Sog' bo'ling siz ham. Rahmat sizga ham. Hammaga rahmat. Ilohim hammaga yaxshi tilaklar yo'ldosh bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Amin. O'zingizni ehtiyot qiling hamisha. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Sog' bo'ling. Charchamang. Xo'p bo'ladi. Rahmat opajon, bo'lingizga shukur, sog' bo'lasiz. Xo'p bo'ladi. Ajoyib tabrik egasi Muqaddasxon opamiz bugun muborak ayyomlarini, ya'ni bugun 56 yoshlarni qarshi olayotgan ekan. Barcha yaqinlari, oila a'zolari nomlaridan qutlayotgan jiyanlari Erkinoyxon opamiz bo'ladilar. Biz ham go'zal tilaklarni mana shu tariqa Muqaddasxon opaga dunyodagi eng ezgu samimiy niyatlar bilan birgalikda yetkazib oldik. Opajon, umringiz ziyoda bo'lsin. Yaqinimga tabrik radio kanali va ijodkorlari hamisha sizlar uchun go'zal lahzalarda xizmatingizda. Omon bo'lasiz, sog' bo'lasiz. Biz barchangizni yaxshi ko'ramiz.